100 yillar oldin kichik bir qishloqda sehr joduga juda ham qiziqadigan sehrgar yashar edi. U o'zining sehr jodusi bilan daraxtlarni, turli xil hayvonlarni bir soniyada o'stira olardi. Hattoki zombilarni ham davolay olardi. Lekin bir kun unga bularning bari kamlik qila boshladi. Sehrgar yanada kuchliroq, qudratliroq bo'lishni istar edi. Va shu sabab u qora joduni o'rgana boshladi. Boshlanishida u rostdan ham qora jodu orqali juda ham qudratli bo'ldi. Lekin qora jodu asta-sekinlik bilan uni o'z dobiga torta boshladi. U xuddi o'z ichidan chiriyotganga o'xshar. Borgan sari zulmat uni qamrab olar edi. Orqaga esa yo'l yo'q edi. Sehrgar ham yovuz emas, boshqalarga ozor yetkazishni xohlamas edi. Shuning uchun u butunlay o'z ongini yo'qotib maxluqqa aylanishidan oldin boshqa sehrgarlarga uni abadul abad muhrlashni aytdi. Shundan beri 100 yillar davomida bu maxluq o'sha yerda zanjir bandlangancha yotar edi va bu abadiy davom etadiganga o'xshardi. Lekin kunlardan bir kun uchta unchalik ham aqlli bo'lmagan odamlar uni ozod qildi. Birodar, yaxshimisiz? Villager 2002. Villager 2002. Nokia. Bunday ahvolga tushib qoldik. Maxluq seni shu qadar qiynadimi? Yo'q, qarang shuni. Ay. Ya, men qaytdaman. Debchi hamda turtib qo'yishimiz kerak. Men uxlab qolibman. Bo'lay. Nima edi bu? Tarafda bo'ldi. Ha, yo'q. Qoch birdaniga tashlanadi. Voy! Ha, bo'ldi jingi. Ozodlikka chiqqanidan so'ng tez fursatda u butunlay maxluqqa aylandi. Endi unda sehrgardan asal ham qolmagan edi va endi uni o'ldirish deyarli ilojsiz edi. Kech bo'lsa-da o'z xatosini tushunib yetgan maxluq ovchilari endi o'z jonlarini tikib bo'lsa-da maxluqni yo'q qilishlari lozim. Bolasi bor ekan, onasini Ha, kelyapti. Ha! Va yarim kilo bu. tepaga qur. Tepaga qur. Chaqir qilmay yo'yaman. Men ushal, bo'ldi. Hamma tursin shu bo'lsa. Ketdim. Bo'ldi. Maxluq ovchilari, bu biz yana shu yerdamiz. O'tgan safargidek bir tonna gap berasan. Vosh. Yangi reja orqali o'ldiramiz. U rejaning nomi cheksizlik deb ataladi. Cheksizlik toshi bilan emas lekin. Sen gapirshoq. Buni uddalay olmaysizlar. Chunki uni men tayyorlatganman. Prям pashetta kachatsa qildirganman. O'tgan safargisini men kachatsa qildirganman. Bo'ldi, ketdik. Xo'sh, bizning rostdan ham rejamiz bor va u shundan iboratki, biz uni o'ldirishning yagona yo'lini topdik. Bu ham bo'lsa bo'shliq. Bo'shliqda hattoki o'yinchi kreativda ham bo'ladi. Buni hisobga olinglar. Bundan chiqdi, biz uni bo'shliqqa tashlashimiz kerak. Minecraft olamida bo'shliqni chiplarsiz topish mumkin bo'lgan yagona joy esa End. Biz uni End portaliga tashlaymiz. U yerda esa bombalar bilan hal qilamiz. Xo'sh, tushunib turganingizdek, tushunmayapsizlar ishni. Bizga bu olamda o'sha mushuk hali juda ko'p marta hujum qiladi. Biz esa iloji boricha tezroq Endga olib boradigan portalni topish kerak. Bu degani deyarli ajdarni yutishimiz kerak. Bizga hozirchalik vaqtinchalik maqsad kerak. Bu maqsad esa Endga borish bo'ladi. Kuchayish. Ha, to'g'ri. Boshlanishga kuchayishimiz kerak. Bu degani temir aslahalar. Mana shu yerda chiqib qolishi mumkinmi? Temir kon topdik shoxga. Qancha bu kon kichkina yo'q. Qiziq, mana bu yerda davomi bormi-ku yo'qmi? Suvli shaxta. Shaxta emas u. Hozir yerdan chiqdim. Qanday chiqding bu yerda? Eshigasi, srochda eshigasi. Yo'q, o'lib ketasan. Ya, tirik qolaman. Meni o'ldirish chuqurlarga emas. Tushunmayapsizlar, qo'rqinchli o'lish kerak edi. To'g'ri. Qovun, tarvuz. Bodring. Temir topdi, urra! Bizda temir bor va yaxshigina ko'p ekan. Ketishyapti. Hozir mushuk bizga hujumga o'tishni boshlaydi. Bu mushuk oldimizga keladi-ku. Mana shu quturgan mushuk. Aha. Qo'rqinchli qo'shiq ham paydo bo'ladi. Men ko'rayotgan narsalarni ko'ryapsan? Bu, qo'y bor. G'alaba. Chorniy belni g'alaba. Bu, men himoya qilaman. Barobar zarbani his qildi bola. Yo, o'ldim. Uxlat temirdi. Qoch! Bolalar qarang, men kaktus bo'ldim. Eng ko'p o'qda men yegan. Agar telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosing. Televizorda ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bu nima edi? Aldov edi. Ishonganlar bo'lsa agar yana like bosinglar. Mana bolasi bor ekan, onasini. Ha, kelyapti. Va yarim kilo bu. Tepaga qur. Tepaga qur.
Chaqir qilmay yo'yaman. O'rasini bo'ling. Ay! Men kim yiqdi? Quryapti. Tez tepa qilmangga. Men ham o'lib qolmay. Ketdi-ya? O'ldi ketdi. Xullas, ko'rib turdinglarmi maxluq qanchalik dahshatliligini? Ha, u men o'ylaganda jana bilasizlarmi? Oldi o'ylaganimizdan ko'ra ancha qo'rqinchli ekan. Qanaqadir qo'li bilan maqigani ko'rstinglar, bunday sen qo'li bilan patsan, sen o'limga mahkumsan dedi. Kanyon topdim o'tgan safargidek. Ket. Bunday shahar sakladik. Xullas, biz hozir bu maxluqdan himoya qilmasdan temir aslahalar qilishga majburmiz. Hech bo'lmasa ular bizni nezerda himoya qiladi. Bu maxluqdan himoya qila olmasa ham. Bir narsalarni razdivatsa qilib olay. Nima degan? Izdivatsa qolay narsalarim. Bu maxluq yana ponmu qarab o'tirmaskan. Kuppa kunduzi ham kelib urib ketsa kerak menimcha. Obbo. Yana o'sha harfmi? O o'yinni boshida bir kirib qo'rqitib chiqib ketdi-da. Ha. Men his qilinglar degan bo'lsa. Ha, men shu yerdaman. Ko'p razgulyatsiya qilmanglar. Olyapsiz. Yana men hayotimda bitta moneta. Bu ham bo'lsa. Ana. Jon cheksam jonona qayda. Toqqa chiqmasam do'lona qayda. Biz tavbada urishyapmiz, no she'r ekan. Böyle Hasan gapiradi. Xo'sh, endi bizning maqsadimiz bu yerga lava ko'lini topish. Buni o'yinchi marta aytyapman shekilli, mayli, ketdik lava ko'li. Qayta boramizmi o'shanga? Yangisini topamizmi? Qaysi? Ha, to'g'ri qarab yuraversak yangisi chiqadi. Oh, menda ikkita tuxum bor. Lava ko'li topamiz biz matushka belaya. Buzilgan portal nega bunchalik omadimiz kelyapti? Hammasi uyushtirilganga o'xshab qolyapti. Mayli, sit. Balkim o'sha harf bizni qilayotgan ekan. Ha, balki hammasini o'zi uyushtirib biz nima qilmoqchiligimizni bilib turib, oxirida portalga sakramasdan bizni yo'yib ketar. Mayli, har ehtimolga qarshi sitni ko'rsatib qo'yaman. Odamlarning savol paydo bo'lmasligi uchun. Bunday ehtimollar uchun biz divan qo'yib qo'yamiz. Uning plani bizni o'ldirish bo'lsa, biz uni yana o'ldiramiz. Bitta qarasan. Menga qara. Ha. Lutting ma'bud yaxshi narsa. Hasan gigachat. U kechasi bilan qilgan gachat. Yo. Hop. Kelinglar, sehrlanamiz. Zo'r gap bo'ldi. Lazurit bormi? Bor. Sendachi? Yo'q. Ber. Bo'ldi. Endi biz xuddi olmos aslahalardagidek bo'ldik. O, mana buni endi narsalar desa bo'ladi. Minimalni no bizga yetadi. Harfni bolasi kelyapti. Aha, bu safar men. Men bu safar. Yotoqqa bosinglar. Tepaga qur. Yotoqqa bos. Yotoq tepaga qo'yaman. Yotoq. Sho'x senga ketdi. Basharalar. Kamon kerak bolalar. Yotoqni sindirdi. Men tepada bosganman. Ey qizim, men ushadi-da. Bu o'tgan safargina bir nima qilib o'ldirish mumkin bo'lsa, buni voобще urmaysan, bachani basharasi. Qarayapti. Uni borkuchim bilan urush ko'rindi. Zachirovaniyatchani so'rab ketdi. Qo'l bilan ko'rsatdik. Ha, bitta ko'rinyapti-da. Men uni bilasizlarmi? Yotog'imni sindirdi-ku. Narsamni tashlab, yotog'ini olib qo'yib, yana bosishga ulgurdim. Yaramas, yana sindirdi. Qizig'ini aytaymi, men qiz dahshat bo'ldi. Xullas, meni birinchi ushlab oldi-ku. Bitta urdimda kelib, shunaqa katta tezlik bilan qochyapman, Hasan ushlab oldi-da. Eng omadsiz Hasan. Qizig'i tepaga qurib olib bo'lmaskan. Men qurib oldim. Ustiga teleport bo'ladi, agar sen raqibi bo'lganingda ustiga teleport qiladi. Sizlarga ana u berdimi? Nima edi? Sekinlashtirib qo'ygan. Ketdik, yo'limizda davom etaylik. Axlatlarni tashlay, yo'qmay tur. Yo'q. Abay yo'q. Prям, ichida bo'ladi. Yo'qaman, keyin martaldi. Ha, trapiki. Kimda chank yaxshi, oldin orqamiz qanday bo'lib ko'rinyapti? Kimda chank yaxshiligini bilib turibsan-ku. Xo'sh, sen qayiqasa qayiq. Yo'q, pastlar. Biz shunaqangi zo'r joylarda paydo bo'ldikki, bu joylarning zo'rligidan kitob yozish mumkin. Endi yangi klaviatura bor. Agar u qanaqaligini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegramga kiring. Rasmini tashlayman. Tezroq qur. Bu Telegramga bayt edi.
Gaz to'tsa qo'chasan. Apati. Opatsi. Yop üstümüzde. İyi dabba yop qo'ygan narsaga sani. Xatab qilma, hali biz anaga borishimiz kerak. Endi Ya ovqatsiz qayoqqa borasan? To'g'ri. Sholon qo'yganman. Bu nima bitta paydo bo'lamiz? Oltin nuqratish keraklik. Mana 8-bananlikda. Men obsidianni kovlab olaman. Hoppa. Qo'rqitmasa-da shunaqa. Hayda bo'ladigan o'xshabdi. Ba misteriya, ushla misteriya. Yega misteriya. Tam dengizda ekanmiz. Ani. Mahluq paydo bo'ldi. Divan qo'yapman pastga. Qani? Mana qo'y. Divanni qo'y. O bizgacha kela olmaydi. Endi qo'ydim divanni. Teleport qilib xohlagan paytida. Bo'ldi. Menga berdi anaqa. Menga ham berdi. Effekt. Qara Husan. O'ylab ayt. Qara menga qarab shunaqa. Men ko'rinmayapti-da qayerdaligi shu. Mayli. Вообще-то night vision bor. Görüşün kerak bunaqa narsalar. Kelgusiga maqsadlarimizni aytaman. Bizning maqsadlarimiz qishloq topish va iloji boricha u yerda ko'pgina ovqat topish. Shuni yo'rib pastlik uchun. Bro. Yanama. Ya qochib ketyapti. Kir. Bro. Qoch bu yerdan qoch. Qochdim. Bizni tashlab qochyapti Noysof. Qanday Qanday qochding, ey? Mana men. Voy, qo'lni ko'tar. Bitta. Orqaga burilasiz. Nima qilasizlar? Orqaga ko'p. Ana Qaranglar qanaqa sizlar. Ha, ushladim seni. Besqashgan. Xullas tushungan bo'lsangiz, biz qishloqdan ovqat topishimiz kerak. Keyin mana bu obsidianlar orqali portal quramiz. Nezerga qaytib Ender marvartlarga ega bo'lamiz. Ular orqali esa portalni topamiz va mag'luqdan qasos olamiz. Nima uchun qasos olamiz? Chunki birinchi martada Hasanni 2 marta yoydi. Meni do'stimni o'ldirgani uchun o'z qo'llarim bilan uni o'ldiraman yoki oyog'im bilan. Nona quruqlik. Qo'ziqorinli o'rol bu yoqda. Bu yerda biz ovqat topamiz. Mol bo'ladi bir. Bu yoqda keyin maxluqlar paydo bo'lmaydi. Yana bu yerda paydo bo'lish ehtimoli 0,001. Bugun bizni juda omadimiz kelyapti. Ha. Mana koordinatalar Sidni ham bo'ya tashadi. Zamburov. Tema bo'yicha gaplashaylik. Bovun. Taruz. Qo'nurg'i. Taruzi donagi. Ketdi. Ketdi. Shoha seni sotdi. Meni sotishga nima majbur qildi seni shoh? Men yaxshi ovqat bermadim. Bermading ovqat. Leskustoy, qishloqcha topildi. Ovqatni men yashtiryapman. Muzni ustida ko'ryapsizlarmi, ovqat pishiryapti. Eng qizini aytaymi sizlarga. Meni hali biror martani o'ldirgani yo'q. Maxluqmi? Maxluq. Meni ham. Bu hozir biz 100 kishimizda bitta seni o'ldirdi deylar. Nimaga aytolmaysizlarmi? Bitta seni o'ldirdi. Bitta seni o'ldirdi. Bot, Nubatik politsiyachi. Yana 2 marta. Ana u eng qizig'i uchovimizdan tanlab seni o'ldirdi, Nubatik. Ketdiga. Senda hozirga ketsak ham bo'ladi. Haq, bu qur. A bo'lag'ay. Kimdir yonyapti. Yonib kirdim. Bo'ldi, mana shu qarab ketamiz bolalar. Men kavlab ketdim. Qachon Bo'la qidiruvga otlarmiz. Endirmay ko'rsanglar o'ldirmaylar, a? Xo'sh. Qayqa solib 2 ta uringlar. Ikkita tushdi, Bitta endirmanda. Taktika qichiq, davom etamiz. O'lgandan keyin qalbini bosa olmaylar. Qaytish. Uch kun burmani bo'ldi. O, sharoitni yaratibsan-ku o'zingga. Vapshik, nechta yig'di? 9 ta. Son bilan doim. Son. Bo'pti yo'q. Ya ana. Yana qo'y. Yana bir teshik. Yana tepamizdan anu maxluq ham kutib turganda. Nahotki shu darajada pastda bo'lsak. Shu. Hozir tvaran qilmas ekan. Va shu nihoyat ko'zni uchirish vaqti yetib keldi. Ko'zini uchib turuvdim, ko'zni uchirishimni. Babuchka. Tapchka. Grapchka. Baylar gradus desam simda birinchisi. Qochish kerak deganni kimdir tushunib? Bosdim. Qochinglar, divanning oldidan qochinglar. Men yurolmayapman. O, kim ushadi? Menga tepaqa. Qil. Qalqonni bos. Qil menga. Qanday? Kofik, meni Telingni qochib tur. Bo'ldi, bitta odam o'ldirib. Aytayapman-ku, buni o'ldirib bo'lmaydi. Yo'q, qaranglar. Men chiqarib yubordim. Tvar yo'qani qaranglar bu yerda. U mod bir nima qilyapti? Qishloq. Bo'lsa ham uni qidir.
Ot taqasini. Batsanlar. Hozir u birdin. Yo'q. Ikkinchi marta Bu chiqdi. ikkinchi marta chiqishi bilasanmi? 3-marta. Buni shansini qanchalik tushirib tashlaydi? Bilmayman. Qayerga ketdi? Qayerga ketdi? Sizlarni portalda to'p olishlaringga ishoraman. Suv chiqdi. Yaxshi yangilik. Sen nima bo'lishingdan qat'iy nazar davom etishing kerak. Sen butun insoniyat taqdiri. Nahotki men topaman. Sen sening kimdir hisobga. dastangdadir. O topdim. Topdim. Top yaxshi Afil niyat. beshik ham. Yarim davlat, yaxshi niyat. Qani enalarni bolalari? Pasroqda bo'lsa kerak. Men topaymi nima? Vo, topildi. Xayriyat. Mana uni sindirishda o'z o'rni. Yo, menga bitta qaranglar-da. Men bazyapman. O'lyapsan. Bazyap edim ha. Mana qaranglar. 10 ballik sistemada. Bu. O, Qara shoh portalga tushib ketma, u yerda qaytib chiqishning iloji yo'q. Biz tushmasligimiz kerak yo'q. tushib ketsang bo'ldi, o'ylasin. To'xta, ha, Ha, bizda dinamit yo'qligidan xabarlaning bormi? Kapellik tashlaymiz deb biz. To'g'ri. va oxirgisi bizning portalimiz yondi. Ustini yopib Bo'ldi, buni ustida yo'q. Qoch. Shoh, u yoqqa tushsang, yo'l yo'q qayt. Men Tepaga qarabman endi. Yotoqqa bosib qo'yinglar, har xil ehtimollarga qarshi. Mana shu yer. Bir Endi tepasiga harqib chiqish kerak, chiqishimiz ham kerakmi? Tepasidan kovlab tushishimiz kerak. Nima deysizlar? Böyle kovladik, ozgandan keyin kovlab bo'lamiz. Abbo, qo'rqita urma. Hozir o'ldiramiz. Nima qo'rqasan? O'ldiramiz. Buncha shoshiladi bu ishga. Buni kovlayversak hech qachon. Mencha borku, bilasizlarmi? Bilasizlarmi? Yiqilib bo'ladi. Nimadirga litoshsiz. Yana meni qilmoqlardan bu safar? Yo'q, buni qilsak zo'r bo'ladi shu. Ozgina qoldi, bolalar, kovlaylar. Qaranglar qancha kovlab tashladik. Oh. Yo, olmos 40 ga menga. Qoch. Tagimizni kovlab qo'ymaganmisan? Jamiga turib. Cheksizliklar Kovlab bo'ladi. sanki. O tushdi. Vot, prosto. Teleport qilgan sal tezlashtirib bor. Kuch qarshi yediraveryapsizlar-ku. Men o'zimda motivatsiya topaman deb o'ylamagan buncha narsani qildim. Oh, biz kachga. Chiqishingni ko'rib hayotga qanday qiziqishlarim ortib ketyapti-da. Kelasi safar bulova bilan o'ldiramiz. Unga ham ko'p vaqt ketmaydi bunchalik. Hey do'stim, sening ishlar qalay? Yaxmalay. Ha, portalni ko'ryapsanmi? Unga cheksiz suv teleport bo'lyapti. Maxluqjon. Maxluq, kela qol. Chaqirishda o'ta usli yo'qmi? Men mana bu o'rtada turay, kelinglar. Bo'lmasa meni oldimga keladi-ku, meni ustimga teleport qiladi. Shu paytda tagimdagi blokni sindirasizlar. Qaranglar, men mana bu yerda turaman. Shunday kelsa teleport qilgan tagimni sindiraman. Mana meni oldimga teleport qilsan, adabini beraman. Kapillikni o'zib tashlasang ham urun oladi. Seriyozmi? Ha, qachon dinamit ham shunaqaga portlashga ulgurmasa, maxluq u yoqqa tushganda atrof zagurska bo'ladi-ku, o'shanda portlaydi. Seriyozmi? Yo'q, necha vaqt kapillik bilan shunaqa ishlaydi. Ya, men o'ldim. Teleport. Shoh hamma narsalaring. Eng qizig'i bitta blokshanga o'ldim-da men. Nimaga menga teleport qilding o'zi? Sen kim aytdi? De. Nimaga o'zi o'ldim? Qanaqa o'ldi? Pastga tush endi sen. Hammasi ketdi endi. Xullas, biz hozir mana bu kapilliklarni mana bu yerga qo'yib, ular pastga yuborsak, u shuncha joydan uron to'playdi va nima desa bo'ladi? Erta Bu tiqilib yerga qoladi. tushgan birinchi odamga bu uronni tatib ko'radi. Ha. Tatib ko'rsa olasanmi? Xullas, mana buni hozir pastga tushadi, teleport bo'ladi. U yerda u o'z ajalini kutib turgan birontasi kirganda, o'shanda bu uronni o'sha tatiydi. Bu yerda qotib qoladi-da, bu vaqt qotib qoladi endi. Shunday tushgan odamga. Xullas buni bilgan biladi, men garantiya beraman. Ha, bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Men qaralaring, Razdachi O'g'li, O'z o'ylanadi. iltimos meni o'sha yaqinda turibman. Hasan tayinli blok sindirmoqchimisan hozir? Ha. O'na. Qani? Mana. Yaxshi ukam, iltimos sendan. Mana menga sekinlik berdi. Sen Yaqinroqqa kel shoh. Kim bo'lsa ham mana shu blokni. Men ushadi. Bo'ldi. Hamma tursin shu blokka. Ketdim. Bo'ldi. Tushdi. Qo'sh uchi. Yoyib yubordilaring-ku. O'ldimi? Da. Va chaqib qo'ydinglar uni nishoninglar.
Poqqata yo'q qoldi. O'ldimi sen? Серьезно. Yebat. Luboy maxluqingni olib kelib yoyib ekanmiz. Dahshat. Qoqdik. Chaqib qo'ydinglar ishoninglar. Shunday borgach sochib keldi, sochilib ketdi. Sen ko'rdingmi o'lganini? Ha. Bo'ldi, shoxaga ishonasizlar-ku, to'g'rimi? Xo'sh, va nihoyat biz maxluqni o'ldira oldik. Biz bu olamni u parazitdan, yaramas yovuz qishloqidan qutqardik. Vahahaha. Bunday ajoyib videolar uchun albatta kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosing. Bu juda ham muhim. 70% insonlar videolarni obunasi ko'rar ekan. Buni albatta to'g'rilash kerak. Shuning uchun lavaga cho'mil. Qarol. Sen ham cho'mil. Noinsoflik получается. Bo'ldi.